Assalomu alaykum YouTube kanali muxlislari. Bugun biz video darsimizda Word dasturida o'zimizga xos, ya'ni mos bo'lgan hujjat yasashni o'rganamiz. Word dasturiga kiramiz. Ctrl rolikni aylantirsak, o'zimizga kerakli razmer tanlab olamiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda hozir hoshiyalar, turli xil varag'imizning formati ko'rinmayapti. Uni bilish uchun vidga kirib lineykani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Vidga kiramiz. Mana lineyka degan turadi, mana shu yerga ichga qo'yamiz. Mana bizga lineyka yoqildi. Endi mana hoshiyamiz qanchaligini bemalol ko'rsak bo'ladi. Mana hoshiya uzunligi santimetrda, mana kulrang joy 3 santimetr. Chap tarafdagi hoshiya 3 santimetr, o'ng tarafdagi hoshiya 1,5 santimetr. 1,5 santimetr. Varaqda usti 2 santimetr, ust tomonida, ya'ni yuqori qismi 3 santimetr. Tag qismiga keladigan bo'lsak, tag qismi ham 2 santimetr mana ko'rinib turibdi. Bu ator varag'i, ator varag'i. Ator varag'ining razmeri mana bu yerdan ko'rib olsak bo'ladi. Razmer mana ator 21 santimetrga 29,7 santimetr bo'ladi. Mali ator deydi mana bu. 7 bo'lar ekan. Xo'p. Asosan Word birinchi faylni ochganda atorni ochadi, shuning uchun ator varaqda ko'rsatamiz. Masalan, bizga ko'proq mana bu yerda 3 santimetr bu Word ochilganda standart bo'ladi. Standart bo'lganligi uchun buni biz ba'zida 3 santimetrdan kamroq kerak bo'ladi bizga hoshiya. Shuning uchun masalan 1 santimetr kerak bo'lishi, yozuv ko'proq yozadigan bo'lsak, bu yerga ozroq yozuv ketadi, ya'ni tekst ozroq ketganligi uchun mana bu 3 santimetr joyi 3 santimetr joyi kichikroq. Misol uchun 1 santimetr qilamiz. Hamma tomonni ustini ham 1 santimetrdan qilib chiqamiz. Uning uchun bizga nima qilishimiz kerak? Xo'p, buni ko'pchilik bilmaydi va ayniqsa Word dasturini yangi boshlayotganlar bu narsalarda qiynalishadi. Mana bunda glavniy holatda turganda, mana bu joyda maket degan joy bor. Maket. Bir marta bosamiz maketni va mana parametr stranitsa degan joyda mana bu yerda kichkina pastga qaragan strelka turadi. Mana shunga kelib bir marta bosamiz. Mana bizga parametr stranitsa, ya'ni sahifa parametrlari degan oyna ochiladi. Oynada verxniy, ya'ni yuqori qismi 2 santimetr, nijniy, ya'ni past qismi 2 santimetr, leviy, chap qismi 3 santimetr, praviy, o'ng tomoni 1,5 santimetr deydi. Polya degan bu bo'sh joy, mana bu oq joyimiz. Pereplet. Bu pereplet qilish uchun qancha joy tashlab ketasiz deyapti. Hozir bizda 0, biz chunki sabab buni pereplet qilmaymiz. Положение переплета deydi. Sleva deydi. Chap tomondan bo'lsinmi, yuqoridan bo'lsinmi deydi. Bunga bizga shart emas, faqat tushunib olsalaring bo'ldi. Endi qog'ozimizning ko'rinishi knijniy, albomniy deydi. Buni hamma biladi. Birinchi kompyuterda Word fayl ochilganda knijniy turadi. Kerak bo'lgan vaqtda mana bir marta olsak albomniga aylanadi. Mana ko'rinishi. Ko'rinishi mana bunaqa holatga keldi. Agar knijniyni bo'lsak mana xuddi kitob ko'rinishida, mana bu albomni ko'rinishida. Mana bu yerda namunasi ko'rinadi. Mana bu joyda применить всему документы deydi. Hammasiga tatbiq etingmi deyapti. Bunga kerak emas. Hozir bitta varaqda qilsak bo'ldi. Biz hozir knijniga o'tib olamiz. Несколько страниц deydi. Обычная брошюра,
Bizga unaqa narsalar kerak emas hozir. Обычный, oddiy deyapti. Biz hujjatning hamma hoshiyalarini 1 santimetrga aylantirib chiqamiz. 1, yuqori tomon 1 santimetr, mana pastki tomonni ham 1 santimetr qilamiz. Chap tomonni ham 1 santimetr. O'ng tomonni ham 1 santimetr qilamiz. Mana bu joyda по умолчанию degan yozuv bo'ladi. Bu nima degani? Bu o'sha har doim agar по умолчанию ni bosib qo'ysak, har doim mana shu bizni tanlagan настройка chiqadi. Agar mana bu o'kni uni bosmasdan o'kni bosadigan bo'lsak, mana shu hujjatimiz o'zidagina bo'ladi. Biz har doim 1 santimetrni chiqsa mana shu настройкamiz qilsin deydigan bo'lsak, по умолчанию bosamiz. Изменить параметр транс используется по умолчанию. Это изменение будет отражено во всех новых документах, использующих шаблон normal deydi. Ya'ni o'zining shablonidan har doim mana shunaqa bo'lib chiqadi. Mana shunga rozimisan deyapti. Biz ha deymiz. 1 santimetr chiqishi. Mana endi hujjatimiz ko'radigan bo'lsak, chap hoshiya ham, o'ng hoshiya ham, yuqori hoshiya ham, mana yuqori hoshiya ham, pastkisi ham 1 santimetrdan bo'ldi. Mana o'zimizga kerakli hujjatni tanlab oldik. Endi biz qanaqadir yozuv yozamiz. 2026-yil barakali kelsin degan. Barakali kelsin. So'z yozdik. Mana bu endi printerda chiqargan vaqtimizda qog'ozimiz hoshiyasi 1 santimetr bo'lib chiqadi. Endi orasidagi masofalari mana bu orasidagi между строчный deydi. Mana bundoq ko'radigan bo'lsak, 1 bo'lsinmi, 1.15 mi, 1.5 mi, 2 bo'lishi mumkin, 2.5, 3 gacha ekan. Bu yerda mana bundoq belgilab turib, mana shuni oralarini yaqinlashtirishimiz yoki kichiklashtirish. Mana 1 eng kichkina. Другие варианты междусрочный interval deydi. Ya'ni boshqa variantlar deyapti. Bu yerda mana bu yerdan o'zgartirib olsak bo'ladi. Hozir bizga mana buni kichraytirish uchun удалить после абзаца deydi. Mana bu удалитni bosamiz mana. Orasidagi yaqinlashdi. Xo'p. 3 qiladigan bo'lsak uzoqlashdi. Endi shriftni kattalashtiradigan bo'lsak, mana bu joyda katta A turibdi. Yuqori qaragan strelkasi bor. Ana o'shani bosamiz mana bizga. Uni katta. Agar navorot kichraytirmoqchi bo'lsak, mana do bosamiz. Ko'rgan bo'lsalar ham bu juda ham oson. Endi mana bu birinchi abzatsni surib olish uchun mana yuqoridagi mana bu strelkani suramiz. Mana shu joyda ko'pchilik anaqa qilishadi. Mana ikkinchi mana enterni bosganimizda mana shuni to'g'risidan tushadi. Hozir bizga kerak emas. Birinchi abzats uni joyiga keltirib qo'yamiz. Xo'p. Mana shu joyga e'tibor berish kerak. Agar bu surilib qolgan bo'lsa, mana shu yerdan chiqaveradi boshidan. Shuning uchun buni joyiga keltirib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p. Sahifaga nomer qo'yishni o'tgan darslarda o'rgatganman. Mana междусрочный yana ham kichiklashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, yana kiramiz. Добавить interval перед abzatsdan bosamiz, yana ham kattalashdi. Endi удалить между abzatsdan mana joyiga qaytib keltiradi. Xo'p. Agar
Yozuvni surmoqchi bo'lsak, mana bu joyda mana bu ikkita ikonka bor. Mana bu tomonga qarab suradi. Ko'rgan bo'lsalaring, mana bu strelkalar ham siljayapti. Endi enter bosib keyingi abzasga tushadigan bo'lsak, xuddi mana shu yerdan keladi. Mana joyiga belgilab turib, joyiga qaytarib qo'yamiz. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Xo'p. Mana bizga o'zimizga kerakli bo'lgan hoshiyalarni hosil qildik. Yana kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.